Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Hammalarning mush vaqt xayrlik bo'lsin. Biz Sharq Turkiston Uluslar manfaat markazi sizdan o'zgarayotgan dunyoning siyosiy vaziyati haqida bugungi suhbat programmasini o'rinlashtirdik. Men Yasir Rasul. Bugun biz markazimizdan Nijat Turg'un afandimni bugungi suhbatga taklif qildik. Nijat Turg'un afandim, xush keldingiz. Xo'sh bulduk, rahmet. Biz oldi bilan suhbatimizni hozir Suriyaning ichida bo'layotgan siyosiy harbiy jihatga o'zgarishlardan boshlasak. Özünüz bilgəndikdə bu iki həftə içində bu Suriya məsələsi çoğ özgürlüklər oldu. Əlbəttə bununki Suriya məsələsi biz bilan münasibəti var, çünki bizninki bu Suriyada yaşayotgan nurgun insanlarımız var. Aldı bilan birinci bo'lib shu Suriyaning ichida siyosiy va bexatarlik jihati nima ishlar bo'lyapti, shuni bir tushuntirib bergan bo'lsangiz. So'rovingiz uchun ko'p rahmat. Suriye O'rta Sharqninki bir yuriki zemini bo'lish sifati bilan Suriyadagi bo'layotgan o'zgarish rayondagi cho'ng davlatlar, rayondagi cho'ng kuchlarniki hammasiga ta'sir qiladigan bir jo'grafiyalik o'rning. Buning geostrategik nihoyat muhim bir ahamiyati bor. Albatta bu yerga bevosita xavfsizlik jihatdan aralashayotgan Amerika, Rossiya, Türkiye, İsrail qatorliq davlatlar va hatto Xitoy, Rus, ankin Fransiya qatorliq davlatlar yaqinqi bu 10 kundan buyon Kurd demokratik kuchlarininki rayoniga bularning nimasi qarta Suriya armiyasininki kirib nurg'unlagan zaminlarni qaytirib qo'liga oldi. Bu yerdagi kontrolliklarni ba'zi ma'lumotlarda 50%, ba'zi ma'lumotlarda 80% yaqin zaminlarni qo'liga qaytirib oldi dedi va bundan 3 kun burun bir 14 maddelik bir narsani imzoladı bu iki tarafçı. İmzalagandan keyin yani Suriye Kurd demokratik kuchlarininki hukumatga qaytilib ketishni kelishgandi, ammo hozirgacha atiganda bir nima bo'ldi, bu vaqt tushdi. Hozirgacha buningki rasmiy amallanish qadami besilmadi. Bu yerda bir nihoyat bir jiddiy holatda bo'lyotdi. Uningdan boshqa nima qilayotgan sabab nimalar bor? Buningga ta'sir qilayotgan omillar masalan Amerika masalan Kurd demokratik kuchlarini qo'llab kelayotgandi. Bu qitimqi bu ilgirlashdi Suriya davlat armiyasiniki Amerika tarafı jim turdi. Suriya Kurd demokratik kuchlarini qo'llab bir harakatmi qilmadi. Ular da İsrailiyning bu umid kutib nim qilgandi. Ammo İsrailiyami bu masalada jim turib Suriya hukumatining armiyasi tarafida turib oldi, yoki maqsadli jim turib oldi bu yerda. Mumkin Türkiye tarafı orqadan Suriya davlat armiyasinikini qo'llayotdi, yordam beryotdi bu yerda. Sizningcha shu Amerika hukumatininki shunda bevosita yordamiga erishgan va izchil hamkorlik sherik bo'lib kelgan Suriya Demokratik Fronti armiyasi nima uchun harbiy jihatdan shunda tiz mag'lubiyatga uchirdi? Nima uchun Amerika boshliq sheriklari bularni tizdan tashlabdi? Asli bu yerdagi jo'grafiyalik bu yerdagi joylashishga, demografik joylashishga qaragan chog'da garchi bu yerning ataqdagi kontrolli Suriya Demokratik Armiyasining qo'lida bo'lsa-mu, ammo bu yerda ularga qaytilib birlikda harakat qilayotgan nurg'un arab qabilalari bor. Bular 10 yildan buyon Daeshga qarshi qo'shin birlikda harakat qilganlik va Asadga qarshi urushni birlik qilganlik. Amerika Daeshga qarshi urushni qilayotgan chog'da bu Suriya Demokratik Armiyasi bular uchun eng bir rasional bir o'rtaq shaklda ko'ringashga qolgan ashiratlarmi bu yerdagi arab qabilalarmi bularni qaytilib bir cho'ng bir qo'shinga aylandi va izchil bugunga qadar bularning bir askariy hamkorlikda bo'lib kelgan. Amerika bular uchun va taxminan bularning oshkorlagan uchiq materiallarda $1 milliard dan ortiq mablag' solganligini dedi va bularning maoshlarini Amerika tarafı hozirgacha berib kelibdi ekan. Ammo 2024 bu İdlibni asos qilgan Ahmed al-Sharraninki takrar Shamninki birlikda harakat qilish bilan bu Bashar Asadni o'rgandan keyin huquqni qo'lga qaytargan keyin Suriya davlatini qaytadan nima qilishga boshladi, qaytadan qurishga boshladi. Bu zamonning xeyli ko'p qismini oldi va bir hukumatni, bir davlatni qurib bir harakat qilishga boshladi. Bu holatda Amerika bilan Suriyaning o'rtasida bir narsa tuzdi. Ya'ni nima deganda bu yerda xavfsizlik hamkorligi, ya'ni Daeshga qarshi birlikda bular urush qilgan narsani tuzgandan keyin
bular bu Kurt demokratik güçlerinden bekrak bir paydalı ve güçlülik bir alet geldi. Amerika için texim bir paydalı olan bir narsa geldi. Ya da Amerika için Suriye Demokratik Armiyasidan Ahmet el-Şara başçılığındaki hükümet ve onun qo'shini texim rasyonel, DAEŞ qarshi texim yaxshi bir harakat yap bera oladigan holat. Masalan, yaqinqi 8 oyda 11 qatam bir askariy operatsiyalar qildi. Faqat DAEŞ emas, hatto Ironniki ba'zi ta'sir kuchlari Ironga bog'liq ba'zi askariy kuchlarni tozlaganlik, yo'qotganlik va ularni tizginlaganlikdan keyin nimalari chiqdi-da. Masalan, demak bu nuqtadan qaragan chog'da Ahmet el-Sharaninki ep bo'lgan hamkorligi Suriye demokratik kuchlarga qaraganda texmo natijelik ve yaxshi bo'ldi. Bu sebepten bu Amerika taraf bularning qiymatining tushganligini ko'rdi-da. Andan keyin yana bir jihatda bu Suriyening davlatininki muqim yaxshi bir funksiyaligi uchun menishi uchun bir iqtisod kerak, bir energiya kerak bu yerda. Bu Kurd demokratik kuchlar garchi soni belki jiq bo'lmasin, ama Suriyeninki cho'ng bir zaminni egallab olganlar. Andan keyin bu yerdagi energiya manbasini egallab olgandan keyin Suriye davlatininki bir iqtisodiy kirim manbasini normal tepishga va bu energiyani setishga bir to'salg'i bo'lgan bir narsani ko'rsatdik. Andan keyin bu parallel holda Türkiye uchun bir xavfsizlik tahdidi yaratib kelaylik. Türkiye izchil buni ta'kidlab kelaylik. Şun bu hem Amerika'nınki hem Türkiye'nin menfaatidan etken çağda bu Suriye demokratik güçlerinin koludan teritoriyani qaytırıp elivelishi Suriye hükümetininki. Bular için bir yaxshi bir rasyonel bir karar oldu. Şunun için bu qatimki askeri operasyada meyli Amerika olsun, meyli Türkiye olsun Suriye hükümetininki teritoriyani qaytırıp elishini texim paydalık deb ko'rgachga bular Amerika taraf jim turdi ve Suriye hükümetini qo'llaydi. Türkiye taraf olsa logistik taraftan bunu Suriye hükümetinin askerlerinin qo'lladı. Endi o'zimiz mana bu hozir xabarlardan uzoq muddat kuzatish jarayonida bilib turyapmiz. Shu Isroiliya bu Suriye masalasida shu amal bor bu Suriyani parchalab tutib turish shuni maqsad qilgan. Shu Suriye hukumati ag'darilgandan keyin, Asad hokimiyati ag'darilgandan keyin Suriyaning janubiy qismida bo'lib shu Druze xalqi yaşaydigan shu rayonlarda bir urushlar bo'lib ketdi orliqda bir buningga Isroiliya bevosita qo'l tiqib bularga harbiy jihatdan hujum qilgan bo'ldi hozirgi Ashara hukumatiningki hukumat armiyasiga. Lekin bu qatim qarasak buningda bu Kurdlarga qarta hech qanday bir ya'ni bu shu SDFga qarta hech qanday yordam qilmadi, hech qanday bir uçuqaşkara masalan xalqaroda matbuotlarda uçuqaşkara bir yordamni e'lon qilmadi. Buning asosiy sababi sizcha nimada? İsrail'inki bu O'rta Sharqdagi siyosatida atrofdagi o'ziga tahdid, xavfsizlik tahdid bo'lgan davlatlarni ojizlashtirish, mundaqcha aytgan chog'da balqonlashtirish deydigan bir nima xalqaro munosabat nazariyasida. Yani atrofdagi davlatlarni amal va iqtisodiy jihatdan ojizlashtirish va xavfsizlik jihatdan bularni aciz davlat shakliga bo'lsa parcha-parchalardagi kichik davlatlarga ayirib etgan holatda Isroilga keladigan tahdidni yo'qotish, ya'ni o'zi qilolmagan ahvolda Amerikaning quli orqali buni yillardan buyon qilib kelganlikdi. Suriyadami hokimiyat almashgandan keyin bular izchil qarasak Durzilarni bir tarafdan qo'llash bilan birga, yana bir tarafdan Suriyening Shamga yaqin bölgesidagi Dolan negizligiga tog'liq rayonga kirdi va buning bilan birga Suriye davlatininki xavfsizligiga bevosita ta'sir qila oladigan bir kuchga ega bo'ldi. Uning bilan parallel holda qarasak atrofdagi Libanonninki nimasigami bu yerda Hizbullahga kiradigan Iron tarafdan Suriye orqali kiradigan bu qurollarning yetkilishini bir to'sigan holat keldi. Mayli xavfsizlik jihatdan, mayli geopolitik jihatdan nihoyatda muhim bir narsaga ega bo'ldi. Bu holatda Suriye bilan ba'zan kirib bombalarni tashlab qo'yib, ba'zi bu shaharlarni hujum qilib, shunaqa ishlarni qilayotgandi. Ammo bundan 3 hafta burun Suriye, Amerika va Isroil tarafininki 3 taraflik istihbarat almashtirish mexanizmini qurdi bular. Bu qurgandan keyin bu yerda İsroil tarafı shumi bir
mayli istihbarat jihatdan va iqtisodiy jihatdan Suriya davlati bilan bir anglashgan ikki tarafning o'rtaq kelishgan bir narsa shakllandi bu yerda. Amaliyotda Isroil tarafniki ba'zi siyosiy qanotlari, askariy qanotlar Suriya hukumatiga bundaq nim berishni to'g'ri ko'rmaydi, ammo bir tarafda Amerikaning bismi va Isroil uchun foydali bo'lgan bu kelishimni imzolagandan keyin Isroiliyami hatto kurdlarni aslida bular bir alternativ kuch deb qaraydi, masalan, Suriyaning nimasini qalayimqon qildigan, ojizlashtirgan, hatto bularning bir David koridori deb bu kurdlar boshqarayotgan rayondagi energiyani Isroiliyaga tutashtirish orqali bu yerga boshqa yerga eksport qiladigan bir planimi bor. Ammo bu narsadan voz kechib Suriya davlatini va hozirgi hukumatini bu kurdlardan bakroq yaxshiroq bir alternativ deb ko'rish yoki hozirgi qisqa mezgillik manfaat uchun bu hukumatniki zaminlarni qaytirib ilishniki bakroq ahamiyatli bo'lganligini o'ylagandan keyin bularmi kurdlarni qurbonlik qilyapti hisobda. Sizce Suriye hükümetinin bütün zemini öz kontrolüne alalışı ve kurallık tokunuşunu siyasi yollar arkalık hal kılıp tinçlik ornatışı Suriye'deki Kürtlerin ki bundan ki siyasi avtonomiyasının ahırlaşkanlığı ikenliginden derek veremdi. Bular o'tirsida başta bir bunundan burun bir o'tgan yili bir imzolagan bir kelishim bordi. 13 mart kelishimi, 30 mart kelishimi deydigan. Bunun da aslida Suriya armiyasininki hozir Suriya nimaning Kurd demokratik armiyasininki bu Suriya hukumatiga integratsiya, ya'ni birlashadiganga, chekirdiganga bir kelishimdan aytijaq nima. Keyin bular bu va'dasiga amal qildi, izchil u bu banolarni tepib buni so'zdi. So'zgandan keyin bu narsaning reallikqa oshmaydiganligini ko'rgandan keyin Suriya hukumati va armiyasimi bu narsaning qurol kuch orqali oldi bilan Amerika Isroiliyani albatta bularni kelishib bo'lgandan keyin andan keyin qurol kuch orqali bu ya'ni qo'lga oladigan qarorga keldi. Amaliyot yana bir tarafdan qarasak Suriya demokratik armiyasi bular kurdlar egallab olgan rayonda nurg'unlagan arab xalqi aslida ko'p sonliq. Andan keyin bu arab ashiratlarmi izchil eng nacharning ichidagi yaxshiroq tanlash deb bu kurdlarni Daesh qarg'anda va Asad qarg'an chog'da bular yaxshiroq deb majburiy bular bilan hamkorlashib kelganda, ammo Ahmed al-Shara hukumatni qurgandan keyin, davlatni qo'lga olgandan keyin boshqa bir alternativ chiqdi va bularning bu ashiratlar bilan yaxshi bir xizmatlarni, hamkorliklarni olib borgan bularning ichidan kurdlar qarshi qo'zg'agan bir nimalarni ko'rdik masalan. Andan keyin kurdlar bu Suriya demokratik armiyasi faqatla bu kurdlarning yolg'iz kuch emas, bularga muxolif bo'lgan, qarshi bo'lgan bir turkum kurdlar va ya'ni Suriya davlatiniki bütün bir holatda bo'lishni xohlaydigan va Suriyada hozir hukumatdan birga ishlashni xohlaydigan. Bularmi bu fursatning kelganligini bilib bu CDF'ga, ya'ni Suriya demokratik armiyasiga qarshi bular isyon qilib qo'yibdi-da. Masalan, sirtidan Suriya armiyasining kirishi, ichidan bu xalqninki bunga qarshi chiqish bilan kurdlarmi qarashda amalsiz qoldi bularmi? Shu hisobda chekinishga, urush qilmay chekinishga. Hamda hozir qarasak bularning egallagan zemini nihoyat oz qoldi. Iroq tutishgan ba'zi chegara rayonlarda qilyapti. Bugun bu to'xtam to'shqandan keyin, masalan, 4 kunlik bergan möhlet kuni to'shqandan keyin endi bu qanday bo'ladi buni bilmaymiz. Masalan, bir interessant bir nuqta bor. Oqshomdan chiqqan xabarda qaraganda Amerika o'zininki harbiy bazalarni yetkazganligini, bu yerdan askar chekirganligini o'ylashayotganligini chiqyapti. Undan keyin yana bir interessant bir nuqta nima degan chog'da Daeshning 7000 ga yaqin bir askari vakantoq bu yerda nima turmalarda tutib turilayotgan. Buni oqshomdan yaqin nimaga Iroqqa yetkazibdi masalan. Bu yerda Amerikaning parallel holda Suriya hukumatini qo'llash bilan birga bu kurdlarni tashlab qo'yish bilan birga yana bir parallelda bu yerdagi askarlarni nima uchun yetkazdi bir. Andan keyin masalan Suriyadagi bu milliy armiya CDF masalan Suriya hukumatiga masalan ma'qul deb eng oxirgi minutda kirgan chog'da bu yerda bir qanday bir ishlar oldu. Bumi bir Suriya hukumati uchun bir tarafdan g'alaba bo'lsa, yana bir tarafdan bir savol belgisi qo'yilib qoldigan bir narsa bo'ladi-ku masalan. Masalan bu yetkazgan askarlar kelgusida Iroqdan tashkinib Suriyaning chegarasiga tahdid qildigan bir qo'shin bo'lamdi masalan. Suriyaning bosh og'riqi bo'lamdi yoki bo'lmasa Iroqning ichida O'rta Sharqni qalayimqon qildigan bir turkum guruhi bo'lamdi yoki bo'lmasa bu yerdagi bu Daeshlar, Daesh askar mahbuslari berib Ironga berib Ironni qalayimqon qildigan bir guruh bo'lamdi masalan. O'rta Sharqniki vaziyati
o't üstüdeki bir benzin çitilgan bir rayonga o'xshab qoldi-chu, hozir nihoyatda aniqsiz bir holatga kelib qoldi. Qarasak vaziyat nihoyatda jiddiy. Garchi zaminni olgan bo'lsa-mu, ko'p qism, ammo bir aniqsizlik bo'lgan bir narsa bor. Endi bu Suriya hukumat, Suriya Ozodlik armiyasi, CDF'dek qisqartirilgan CDF masalan qitilgan taqdirda Suriya hukumatining ichiga nurg'unlagan bu Kurt boshqa bir ideologiyadagi Türkiye'ye tehdit deb ko'rilayotgan bir odamlarniki Suriya armiyasiga va Suriya hukumatiga vazifa olgankin bu yerdagi ishlar Suriyaning Türkiye bilan bo'lgan munosabatda qanday bo'ldi, bu yerda bir savol belgisi chiqadi. Anatkim Suriya ichininki bexatarligiga, xavfsizligini kontrol qilishga, davlatni normal boshqarishiga qanday bir narsa keltirib chiqardi. Buning foydasi bilan birlikda risklarmi tug'ildi hisobchi masalan. Rahmat, agar sizning boshqa yana boshqa qo'shimcha qiladigan yeringiz bo'lmasa, bugungi so'zlashmoqchi bo'lgan ikkinchi masala shu Afg'onistondagi Xitoy restoraniniki portlash voqeasi to'g'risida bir suhbat deb bo'lsak, bu qatim bu portlash va odam o'ldirish voqeasida Xitoy va Afg'on taratqullari bu oshxonaniki egisi musulmon shinjonlik va o'lguchini Xitoy fuqarosi deb xabar tarqatdi. Ammo rasmdan qaraganda restoran Xitoyning Lanju Kalgushi suyuqchi restorani ekanligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Bu xabarda odamning diqqatini tortadigan bu restoranni va o'lguchini Xitoy matbuotlarining atalmish Shinjonlik Uyg'urga bog'lashga urinishi, hatto bu ismininki siz bilasiz hamda bu biz Tungallarninki ismlari asosan Xanzuch bo'ladi, Xitoycha bo'ladi hamda Xitoycha bo'ladi. Siz uninki arabcha ismini so'ramasangiz, odatda bu kimliklardami bu Xitoycha ism bilan mangadi. Ammo bu qatim bu xabarlarda hammasi bularning ismi musulmoncha ism bilan o'tirib qo'yildi. Xitoylarning bu qatim bu voqeani shu bizning vatanga yoki atalmish Shinjonlik Uyg'urlarga bog'lashga urinishi sizcha Xitoylar bu orqali hamda nimaga erishmoqchi? Mush to'g'risida bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Rahmat. Bundan bir necha kun burun Afg'onistonda Kabul deganimizdek muhim bir bozorda Xitoyning bir oshxonasini, Nurmiyanxonasi, Kalgush Uyg'urxonasi portildi. Bu yerda deganda siz degandek abaytli narsalar bo'ldi shunaqa. Ama ameliyatda o keyin oshkorlagan matbuotlarga qaraganda uning Uyg'ur emas balki bir Xuyzuning ismini ko'rdik, masalan Tunganning ismini ko'rdikda bu yerda. Aniq chiqib turdi. Yaralangan bir necha Xitoyni bu nimada ziyorat qildi, Afg'onistondagi davlat televiziyasi ziyorat qildi. Bu yerdagilarmi Uyg'ur emas rasmiy qari Xitoylarni ko'rdik. Hamda Xuyzu bilan Xitoyni bilmaymiz bu yerda. Ama uni yistasli qo'zg'ash uchun bular mundaq deb mesela Afgan musulmonlarning ki bu yerdagi namozini tushagan narsani ko'rdikda, nihoyatda interessant narsa. Yani o'lgan odamning umumiy soni 7, yaralangan odam, doktorxonaga kelgan odam 20 deydi, hozirgacha netish o'ldi, nim qildi bilmaymiz. Ammo interessant nuqtalarning birisi kim buni qildi degan chog'da, masalan Afg'onistondagi Daesh biz üstüge aldı net saatten ki bu narsani biz qildik bu operatsiyani undaq bundaq deb. Ba'zi videolarni ko'rdik Twitterda, ilaqi mashindan kelib sirtidan partlatgan nuqtalarni-chi. Masalan, hamda bu yerda Daesh nima uchun qildi deganda o'zininkini Xitoyning Sharq Turkiston bo'layotgan zulmiga qarshi qildik, biz uni tahdid qilib ogohlantirdik, u bu deydigan narsa. Amaliyotda Daeshning qilgan bo'lishi mumkin. Ammo masala Daeshning qilishi bu yerda bizga Uyg'urlarga Sharq Turkistonga ishga ketib rasmiy Xitoyni düşman tutib qilganlik emas, balki o'zining musulmon dunyosiga haqiqiy bir ega bo'lgan birdan bir qurolliq harakat ekanligini jakalash va o'zining adolat barpo qilish, islom dunyosiga vakil qilish bilan birga va Sharq Turkistonlik kurash qiluvchi mujohidlarni o'ziga chaqirish signalim bo'lishi mumkin bu yerda-chi. Ya'ni biz sizlarning dushmanlarga qarshi biz harakat qilyapmiz deb-chi. Ana keyin yana bir nuqtalar var, masalan Pakistan tarafı qilgan bo'lishi mumkin bu yerda. Chunki buning ehtimolligi bor. Chunki bu yerdagi portlash bilan keltirib chiqargan natija nuqtasidan qaragan chog'da Afg'onistonda hozir Xitoy besim qilyapti masalan-chi. Bu yerdagi bizning fuqarolarimizning, bizning odamlarimizniki bexatarligini saqlash, shirkatlarimizning aminligini saqlab, bu yerga garantiya va u bu deb. Mesela Pakistan bilan Afg'onistonning munosabatlari burun yaxshi, ammo Taliban hakimiyet kelgandan keyin bularning o'rtasidagi munosabatlarda o'zgarish bo'ldi kuch temponligida va Talibanlar bir o'z oldiga harakat qilishga boshladi.
Bu yerda andan keyin Xitoydan keladigan mablag'larmi bular o'rtasida Xitoyningmi kelayotgan mablag'larni Xitoydan keladigan manfaatlarni talashishim bo'ldi. Andan keyin chegara to'qinishlar bo'ldi. Masalan, o'tganchilik ko'rdik. Masalan, hozir bu pat-pat to'qinishlar bo'lyapti Duran liniyasida masalan. Pokiston deydi sen bizdik o'zingning chegarasi yashayotgan Talibanlarni kuchga bizni ojizlashtiryapsa, u bu deyotgan nimalarni ko'rdik-chi masalan. Ammo yig'inchoqlagan chog'da meningki hozir bo'layotgan natija e'tibori bilan natijasi bilan qaragan chog'da Pokiston istixborotininki bu yerda Afg'oniston bilan Xitoyning o'rtasidagi munosabatni buzish va yana bir holatda bu yerdagi Uyg'urlarga bo'ladigan tekshirishninki va siyosatninki tarixiy va qattiqlashi uchun bu yerda Pokiston Xitoy ostida ikkisi birlashibmi yapmagan bir harbiy operatsiya bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Chunki o'lgan Xitoy fuqarosi faqat bir hisob uchun natijadan qarasak. Bu ehtimollikni yuqori deb qarayman, ammo bu mundami savol kelishim mumkin. Uyg'urlar buni qilamamdi, shunchalik Uyg'urlar bu yerlarda. Menimcha Uyg'urlarning buni qilish ehtimolligi nihoyat tuvan deb qarayman, chunki zaten Taliban hokimiyatga kelgandan keyin Xitoydan keladigan manfaatlar, bu yerdan keladigan mablag' silishlarni qo'lga keltirish uchun Uyg'urlarni bu yerda jiqiliqi neytrallashtirgan, ya'ni aslidagi Badaxshan rayonidan yo'tkivitlik, anandan keyin bularning belgilik harakat qilish nimasiga cheklarni qo'yuqliq masalan. Bu nuqta aytgan chog'da Uyg'urlar bunda bir harakatni qilish orqali begunoh fuqarolarni o'ldirish yoki bo'lmasa o'zininki harakat qilish, bu davlatda turish imkoniyatini torlashtirgan bir narsani qilmaydi deb qarayman. Shunga Pokistonning istixborotining Xitoy bilan hamkorlashib yoki o'z oldiga bir qilgan bo'lish ehtimolligi yuqori bo'lishi mumkin deb o'ylayman. O'zingiz bilasiz, oldingi yil noyabr oyida shu Afg'oniston bilan Tojikiston chegarasida bir voqea bo'lib, unda bir 3 Xitoy o'ldirilgan. Undan keyin yana shu noyabrning oxirida yana bir Xitoylar hujum qilish voqeasi bo'ldi. Hozirgacha bu voqealarni kamda bo'lish nisbati biroz tezlashyapti, surat tezlashyapti. Masalan, ko'p chiqyapti bu Xitoyninki Xitoy fuqarolariga va Xitoyninki shu rayondagi ba'zi manfaatlarga hujum qilish kuchayyotir endi. Sizningcha buniki endi Xitoy hukumatininki Afg'oniston bilan bo'lgan munosabatiga va Xitoyning rayondagi siyosiy iqtisodiy manfaatiga bo'lgan ta'sir qanchalik shu hujumlarninki? Bunda kichik operatsiyalarning bo'lishi, hujumlarning bo'lishi Xitoyga bek qo'rqinish kelmaydi deb o'ylayman. Xitoy zaten uzun yillardan buyon bu Taliban hukumatlari son uningdan burunqi Afg'oniston hokimiyatlari olsun, bular bilan bir ehtiyot qilgan holatda bir munosabat qilib keldik. Mayli qanday bir hokimiyat kelsin, Xitoyning bu yerdagi manfaatlariga o'zgarish bo'lmaydi. Birinchi Xitoyning bu yerdagi energiyaga, bu yerdagi boylikqa bir ehtiyoji bor. Andan keyin bu yerdan chiqadigan bu yerdan tijorat yo'lining bu masalan Xitoy Pokiston bu iqtisodiy nima yo'li bor, Afg'onistonda bitadigan bu yo'lga ehtiyoji bor. Andan keyin hammadan muhimi oxirgisi bo'lsa bu yerdagi Uyg'ur Sharq Turkistonlik qurolli kuchlarninki o'ziga chegarani besib kirib, bu yerga tahdid yaratishi, hujumning bo'linishiga bu asli Xitoyninki eng oxirgi va eng muhim bo'lgan manfaati deb qaraymiz. Buni Xitoy nurg'un yerlarda ta'kidlab kelyapti izchil Afg'oniston bilan bo'lgan munosabatida. Ammo bu nuqtalarni cheklash uchun, bu Uyg'urlarni ojizlashtirish uchun Xitoy hech qachon bir askar kirgizish niyatini ifodalab boqmadi va uningga Xitoyning bu tashqi ishlar nimasida diplomatiyasi bundan bir harakatni qiladiganligini ko'rib nimib boqmadik hamda. Balki bular izchil o'zining iqtisodiy va diplomatik siyosiy kuchi bilan boshqa kuchlarni, boshqa davlatlarni Uyg'urlarning harakatini cheklash, Uyg'urlarni ojizlashtirish, neytrallashtirish ishlarini qilib kelyapti masalan. Ammo Xitoy parallel holda yana bir narsani qilyapti degan chog'i bo'lsin deganda chegaradagi mudofaasini bu yerni masalan kuchlantirishga, masalan Tojikiston bilan bo'lgan chegarada nurg'unlagan askariy Xitoyning armiyasining bazasining borligi xabarlar oshkorlanyapti masalan. Onun için bu yerdeki müdafiye sxemini güçlendiryapti. Bu yerdeki patronlashtirish nimasini kuchaytiryapti. Ya'ni tasaddibiy bir kuni bir yerdan Uyg'urlar va boshqa qurolli kuchlar Xitoyning chegarasiga hujum qilib kirgan chog'da buning oldini olish uchun Tojikiston va uningdan boshqa Shanxay hamkorlik tashkilot davlatlari orqali bu yerdagi chegara mudofaasining kuchaytiryapti.
Şunda kichik hareketlarninki Xitoyga beradigan ziyni, Xitoy fuqarolariga beradigan ziyni jiq bo'lishi mumkin, ammo Xitoyning nimasiga askarlarga beradigan unda ziyn unda jiq bo'lmaydi deb qarayman. Mush qatimliq bu Afg'onistonda bo'lgan Xitoyga qarshi elib berilgan o'zni portlatish xarakterdagi mush voqeaning ham Sharq Turkiston mustaqillik kurishiga va mush diasporadagi Uyg'urlarga bo'lgan ta'siri sizcha qanday bo'lishi mumkin? Endi hissiyot nuqtasidan aytgan chog'da albatta bugünkidek biz bir izlayotgan mustamlikaga uchrayotgan va irqiy qirg'inchilik uchrayotgan holatda albatta dushmanimizning ziyonga uchrashi bizni har qanday bir Uyg'urni xushal qilish mumkin. Ammo buning haqida natija e'tibori bilan qaragan chog'da bu yerda Afg'oniston va u yerda yashayotgan Uyg'urlarga, Afg'onistonda yashayotgan Uyg'urlarga nisbatan bu yerdagi siyosatning qisilishi, bu yerdagi Afg'oniston hukumatiniki ularning harakat doirasini cheklashi, ularga yaxshi bo'lmagan siyosatlarning chiqishi bu biz uchun bir ziyonliq deb qaraymiz masalanchu. Ama ümit berishi mumkin. Masalan, ba'zilar umidli qilishi mumkin. Afg'onistondagi rayondagi Daeshlar bizga nima qildiki, ular qitlayli u bu deyish mumkin. Albatta, bularningmi qilayotgan narsa abay deganimizdek haqiqiy chin niyatidan chiqarib qilayotgan narsa emas. Balki bular tanga tashlanganda o'yinchoqning harakatga kelgandek bularga berilgan bir buyruq bilan berilgan bir narsa. Endi qaysi kuch va deb buni bilmaymiz. Endi abay degandek Pokistonning bo'lgan nimasi yuqori bo'lishi mumkin. Şuna bunday kuchlarga qaytilishning nimasi hayajonga solgan nima bo'lgan bilan ama uzun mezgil, o'rta va uzun mezgilli Sharq Turkiston ko'rish uchun bunday narsa ziyonli. Buning puxta nima bo'lgani bo'lish kerak. Bunday narsa hissiyot va hayajon bilan ma'lum bir organlarning, ma'lum bir istixborot idoralarining qilib qo'ygan narsani o'yinlarga kelmasligimiz kerak. Rahmat, Naiti. To'g'ri dedingiz. Biz albatta bu diasporada yashayotgan Uyg'urlar o'zimizning har bir ish harakatimiz qilayotgan ishlarimizni diqqat qilishimiz kerak. Dunyoda bizdan foydalanish uchun bir fursat izlayotgan nurg'un millatlar, davlatlar bor. Shuningga bizning kichkina bir shunda Daesh o'xshash shunda harakatlarga ichimizdan ezib bir az turkumda kishilarning qatnashib qolishi bizning Sharq Turkiston mustaqillik harakatiga va diasporadagi Uyg'urlarningki mustaqillik harakatiga cho'ng ta'sir ko'rsatdi albatta. Endi biz bugungi programmamizning oxirisida so'zlashmoqchi bo'lgan shu dunyoda g'ulg'ul qo'zg'ayotgan shu Grenlandiya masalasi to'g'risida, ya'ni bir suhbat olib borsak, Amerika bu orolni o'zining qilib olishga urinishi bugungi voqealar emas. Bu oldingi 500 yilda bu bir necha qatim elib olishga uringan va o'z maqsadiga yetolmagan. Oldi bilan men sizdan so'rasam, shu Grenlandiyaninki shu strategiya jihatdan nima uchun bak muhim? Amerika va boshqa shu rayondagi kuchlar uchun nima uchun bak muhim? Shuni bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Grenlandiyani qarash bilan birga, ahamiyatli qarash bilan birga biz texmi cho'ng xarita qarsak to'g'riroq, yaxshiroq bo'ldi deb o'ylayman. Ya'ni Arktik rayoni, bu Shimoliy Muz okeani asos qilgan rayondagi bu yerning nimasi qarsak, bu yerning afzalligi bir necha nuqtalar bor. Birisi bu yerdagi neft va tabiiy gaz, masalan, dunyoning 13% neft ichilmagan neft bazasi, 30% tabiiy gaz bazasi. Bu yerda anandagi nurg'un biliq nimasiga nihoyatda boy, anandagi bu yerdagi tabiiy mineral moddalarga bugungi kundagi nihoyat qimmatli bo'lgan mineral moddalarga boy. Anandagi bu yerdagi ikkinchi nuqta bu tijorat yo'lininki, yangi tijorat yo'lininki ichilishi. Bu yerda boshlanayotdi. Ba'zi paraxodlar masalan Xitoydan chiqib bu yerda o'tib Yevropaga kelgan ba'zi paraxodlarni ko'rdik. Bu orqali dunyoning yangi tijorat xaritasi shakllanishi mumkin. Masalan, bugun Sharq Janubiy Osiyoda bunda Malakkadan o'tib, Afrikada bunda o'tib, yoki O'rta Chirchiqning nimasidan o'tib, Yevropaga, Amerikaga kelgan bo'lsa, yangi bir tijorat yo'lining ichilishi bilan ba'zilar 2 hafta deydi, ba'zilar 3 hafta deydi. Bu musobiqasi edi, bu yerdagi chiqimlar aziydi. Bu bir ikkinchi ahamiyati, muhim nuqtasi. Uchinchi nuqtani aytgan chog'da bu xavfsizlik va askariy jihatdan bu yerning muhimligi nihoyatda muhim bir o'rin. Shu Rossiyami bu yerning ahamiyatini bilgashga, bu yerdagi portlarni, bu yerdagi harbiy bazalarni izchil kuchaytirib, bu yer taraqqiy qildiryapti. Parallelda Xitoy bilan birga hamkorlashib
Amerika'nınki mi bir yerde bir yere nim kılan bir zimini var mesela Alaska nimiste. Ama Daniye'ninki mi var? Anandikin Amerika'nın yeterlik emas bugünkü en küçük devlet buluş süpütü bilençü. Eğer de bu kelgüsüdeki bu muhim rayonda, bu Arktik rayonda küçük olma bir yerdeki söz sahibi olma bir yerdeki ticaret yolları, enerji menbelerini alma ve paralelde Xitay ve Rus'ninki bir yerdeki tesir rayını çekleptirme ve xavfsizlik cihette Xitay'ın tizgilleyme deydiken bu Greenland'a ilişki şart. Yani çokum ilişki gerek. Bunu alması Amerika kılanmaydı. Çünkü Kanada'nınki o Albiya'daki Arktik rayondaki bu aralarının nimesinde biraz coğrafyalı kıyınçılığı var mesela. Çünkü asasi linye bir yerde Rusya'nınki bir yerde evzellik var coğrafyalık cihette. Şu Amerika'nınki Greenland'ı ilişkiden birge Greenland, meyaktan ötesi Iceland var. Anadaki İngiliz bunu Ciyük'teydi. Bir yerdeki bir xavfsizlik noktasını Xitaydan bir Avrupa kırdıgan liniyeni çekleş bir alaylık var bir yerde. Anlakin paralel alda bir yerdeki askeri qoğdunuş ve hücum karakterindeki askeri kurallarını orunlaştırışı arkalık Amerika özünün ve ittifakdaşlarının xavfsizlikini toxta ile qoğdayalaydı. Anlakin denizin asti ve asmanın alem boşluğu nimesinde bir yerde bir naiti mühim özellik ve bugünkü mesela kompüter yollarındaki kabelleri bu deniz ve okyanların astıdan ötüdü. Bir yerlerdeki ötüdüğün yönü meyli İngiliz ve Avrupa'nınki ve Amerika'nınki Kanada'nın xavfsizlik noktası mı bu mu pek mühim mesela. Anlakin maylıkı space, hava boşluğu nimesi gibi bir yerden çıkış arkalık nurgulluğun evzelliklerge erişeleydi. Jığın çağlagan çağda Amerika'nınki meyli ticaret noktasından, enerji noktasından bolsun, xavfsizlik noktasından Greenland ammusa bombaydıgan bir zemin. Ama sual qaysı xil şekilde alıdı. Uruş kılamdı, kilişemdi, setip alamdı. Yakımız başka bir şekilde olamdı. Şu aldan bulup şu Trump hükümeti ikinci qatamlıq şu sayılmaya bu Amerikaga prezident bolgandan keyin hem Trump bu şu Greenland'ı aldığanlık doğrusunda dastlabda bir ancha-muncha xabarlarda chiqqan bo'ldi. Keyin buni setib oldiganligini bildirdi. Andan keyin bu Greenland'dagilar va bu Daniya hukumati bununla qarta o'zining bu qizil chiziq ekanligi bu zaminninki egalik huquqini Amerika bermaydiganligi to'g'risida bir qaytirma bir fikrlarni o'ttirib qo'ygandan keyin Amerika hukumati hatto agar zaruriyati bo'lsa buningga harbiy kuch ishlatish orqali bu zaminni elib oldiganligini bildirdi. Endi o'zimiz bilamiz bu Amerika va Daniya ikkilisi shu NATO'ning a'zosi. Endi nurg'un narsalarda bularning harbiy bexatarlik va boshqa savdo jihatlarda o'zining yaqin hamkorlik munosabati bor. Agar Amerika hukumati bu rayonni ochiman deb nim bilan Daniya bilan buni ishlatish huquqini va boshqa jihatlardan kelishalaydi, lekin Trump hukumati buni cho'qim egalik huquqidan tortib hammasini o'tkazib olganligini buni so'zlab kelmoqda. Bu to'g'risida birdan harbiy kuchni ishlataman degan bo'lsa, yaqinda Davosda ochilgan bu iqtisod yig'inida bu ozroq keyinga chekingandek bo'ldi. Sizningcha shu Amerikaning Grenlandiya orolini majburlab elib olishininki hamda qonun asosi bormi xalqaro qonunda? Amerikaning shu Grenlandiya orolini majburlab elish harakatlarining hozirgi xalqaro tartibga va Amerikaning o'zining strategik manfaatiga bo'lgan ta'siri sizcha qanday bo'lishi mumkin? Meni bilishimcha xalqaro qonunda bundaq bir nima yo'q. Ama Greenland'ninki orolining territoriyasi NATO nimasiga kirmaydi mesela. Ama Daniya Greenland'ninki boshqaruvchi davlat bo'lishi bilan NATO'ninki a'zosi, Yevropa ittifoqininki a'zosi. Bu sababdan Greenlandmi hisobda vaqtlik holatda NATO igidorchilik qiladigan qo'g'dashga tegishli nima bor. Bu sababdan Amerika'nın askerleri Greenland'da Daniyanın askerlerinden jiq askeri var mesela şu Amerika'nınki ameliyatda. Amerika'nınki mesela bu ilqi meyli siyasi, meyli iqtisadi, askeri jihatdan menfaatini tilga ilib o'tdik. Ama Yevropa ittifoqi bunda deydi şu ilqi. Bizning egalik huquqimiz u bu deydi ama bu yerda bir xavfsizlik nuqtasi var mesela. Ticaret noktasından Xitayning malları kelsin, azan kelsin, qisqa kelsin. Bu nuqtani qancha Yevropaga nait yaqadigan bir narsa chunki
bugün iqtisodiy turg'unlikda yashayotgan Yevropa ittifoqi uchun azan kelgan Xitoy mallari nihoyat yaquti ama xavfsizlik nuqtasichu bu yerdachu. Rossiya bilan Xitoyning birlikda bundan keyin bostirib kelishi va izchil bu davlatlarninki infrastruktur narsalarga hujum qilishi andan keyin kelgusida bu yerga hujum qilmaydi, bosmaydi kim va'da garantiya bera oladi? Yevropa ittifoqining zaten o'zininki xavfsizligini qo'g'day oladigan bir narsaning yo'q deyarligini bugungi Ukraina urushida ko'ryapmiz. Masalan, Amerika bir hafta yordamni to'xtatganda Yevropa ittifoqi qanchalik holsirab qoldi masalan-chu. Hisobda tankilanmaydiganligini ko'rgandan keyin bu Yevropa ittifoqi aslida mening shaxsiy nimamdan tan berish kerak va bu yerda bir qo'g'dug'ichiga Amerikani akirish orqali bu Grenlandda texnik ko'p askariy bazalarni o'rinlashtirish va yadro qurollarini va olam boshqa uchirgan qurollarni o'rinlashtirish orqali bu yerdan kelgusida keladigan Xitoy va Rus tehdidining oldini elishi to'g'riroq bo'ladi amaliyat uchun. Qonuniy nuqtadan qarasak bu to'g'ri emas, ammo bu ya'ni Amerikaga berish yoki o'tni berish yoki o'rtaq ishlatish taklifini berish orqali o'zining kelgusini qo'g'day oladi bunday aytgan chog'da. Rahmat. Mushu Gerlandiya orol masalasi hamda shu Xitoyga qarata qanday bir ta'sir ko'rsatishi mumkin agar Amerika mush orolni elib olsa va yoki shu orol masalasi tufaylidan bu NATO'ninki ba'zilar deydi agar mush orolni majburiy besib olsa NATO bilan Amerikaning munosabati buziladi. NATO'ninki bu hayotning oxirlashganligini bildirdi bu voqea deb ba'zi ekspertlar mush to'g'risida tahlil qilmoqda. Sizcha agar shunday ahvol ostida buni Xitoy qanday ta'sir bo'lishi mumkin? Agar Amerika bilan shu NATO'ning munosabati buzilib, Amerika majbur holda shu Grenlandni egallab olgan mush ahvol ostida buning endi Xitoyga bo'lgan ta'siri qanday bo'ladi? Albatta, NATO'ning nuqtasini aytgan chog'da Amerika o'zining askarlarini bu yerga qo'llashini nemisini ko'tarsa, NATOda bir narsa qolmaydi, parchalanib ketadi NATO. Ammo Amerika bunda bir tanlashni eng oxirga qo'ydi deb o'ylayman, chunki Trump'ninki siyosatida boshda guldirmamani chaqqizib, anandagi o'zining siyosiy maqsadiga yetkazadigan bir narsa, bir siyosiy alaydilikni ko'rib kelyapmiz. İlvalama askeri narsa qilaman degani buningki üstelge ekilishdiki bir vositachi shaklda bo'lishi mumkin. Ammo eng oxirida bu ishiltish mumkin. Eng oxirida majbur bo'lgan chog'da. Bu yana bir jihatdan aytgan chog'da masalan Grenlandni askariy jihatdan besib olsa, masalan xalqaro qonunninki, egilik huquqninki masalan dafsan qilinganligi nima bu sisteminiki texnik chuvilib buzilganligini ko'ramiz. Faqat NATO emas. Bu holatda mesela Rusya Ukrayna'nı basqanda u yerdan bir parchalanish, ojizlashish bo'lgan tip xalqaro tartibning, qonunning, egilik huquqning narsi. Amerikaning buning beshilan texnik vayron bo'lganlik nimasiga boradi masalan, ammo parallel holda Xitoyga bir nima berishi mumkin. Umidchi masalan, Rus Ukraynani bosdi, Amerika Grenlandni bosdi, Venezuela qanday qildi, Ironga bunday qildi, u bu deb Xitoy Tayvanga sinab beqish mumkin. Mesela bunda bir cüret beriş mümkün, bunda bir model beriş mümkün. Hem de hazır almasam kaçan aleme deyilgen bir nemi gidiş mümkün. Ama paralel alda Greenland ağandaki mesela Amerika'nınki abay digendek Xitayning mesela Xitaydan çıkıp Rusya bu Arktik rayonunu besip bitip Avrupa'ya kelayotgan rollerini bir vasıta çekleş, bir yerde tizgilleş ve Xitayninki kengayishning nimasiga cheklaydigan bir kuchga bir nimaga vositaga bir qurolga erishdi masalan shu Amerika. Hatto uzoq musofirlik qit'alardan aylantirib atilgan raketalar var masalan shu. Buni aytishdan bevosita Grenlandda turib bu narsani qursa Xitoyga bevosita yetkazish nimasi va qo'g'danish nimasi kuchli bo'ladi ekan. Shu Xitoyning mayli tijorat nuqtasidan, mayli energiya nuqtasidan, mayli xavfsizlik nuqtasidan Xitoyga bir Xitoyning bir yo'lni to'saydigan bir deterrence deydi qo'yliqi. To'salg'u bir qalqinni yaratadi bu yerda. Xitoy uchun yaxshi emas bu yerda. Hani zaten Amerika'nınki bir hegemonik bir dünyanın en çoğun bir güçlüğünün bir sıvı bilen qaravatsak Amerika dünyada 800'den artıq hərbi bazası var bir devlet. Xitoy mesela Djibouti'de var bir neçə kishi yerdə bo'lgan bilan. Nurg'un yerlarda Amerika dünyanın müştaq en muhim müştaq boğazlarını, müştaq ötüdigan rayonlarni kontrol qilish orqali o'zining siyosiy askariy
manfaatini qo'g'dab kelaylik. Masalan, Greenlandni ilish orqali Xitoyning bu yerda erkin holatda ochab turadigan erkin holatda o'zining degan maqsadiga yetadigan nuqtani tizginlay olishi mumkin. Bu bizning nuqtamizda aytgan chog'da Sharq Turkiston uchun balkim foydali bo'lishi mumkin Xitoyni bunday tizginlash uchun. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Bugun vaqtingizni chiqarib bizga nurg'un muhim mazmunlarni so'zlab berdingiz. Agar sizning boshqacha qo'shimcha qiladigan joylar bo'lmasa, bugungi programmani o'sha yerda oxirlashtirsak, tomoshabinlarning hammasiga bugun vaqt chiqarib ko'rganiga ko'pdan ko'p rahmat. İnşallah Allah xolasa kelar qatimliq programmada ko'rishsak. Men sizga va ko'rganlarning hammasiga rahmat aytaman. Maqam Allohga omonat. Kelar qatim